Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli körülmeler. İslam ve Biz programımızdan 154. saniyini görüşünlerine karşılayalımız. Ben Abdullah Yalqın. Kadirli körülmelerimiz, elbette yıllardan bir yan devam kılıp geliyorken bu programımızda her bir Müslüman Kur'an ve sünnet nurida düşünüş gerek boğan xilma-xil temalarni ayrım mavzuqan şekilde huzuruna sunup geliyoruz. Allah subhanahu wa ta'aladan bu programımızın her bölümünde bu sözlengen mezmunlarını haqiqiy to'g'ri ravishda tushunib hayatımızda onun ruhi bilan mengishni nasib qilishini to'g'rilik bilan so'rab kelyapmiz va shu tilak bilan oxirlashtiryapmiz. Albatta bugungi temamiz tunugun e'lonimizni bergandek intayin muhim bir tema to'xtalganligimizni e'lon berdik. O bo'lsa-mu yoshlarning dindan yiroqlashish sabablari degan temaga to'xtalamiz. Shundaq bir davrda yashayapmizki, hammamiz mayli nada yashaylik, nurg'un insonni eziqtirg'uchi fikrlar, ozdirish yo'llarininki insonni yo'ldan chiqaradigan narsalarninki bugun eng oddiysi qo'limizdagi telefongacha hujum qilgan o'smirlarimizni, yoshlarimizni qanchalik eziqtirishga tatib ketayotganligini, shundaqla har xil fikrlarning har davlatda o'tirg'i ko'plab selinish bilan o'tirg'i etilib, nurg'un imoniy nuqtadan islomiy bilimlari cho'nqur bo'lmagan yoshlarimizni o'zining dini haqida har xil shubhilik qaraydigan, hatto dindan uzoqlashadigan, yiroqlashadigan, chiqib ketadigan, hatto Turkiyadagi yadimi masalan YouTube'lar qaraydigan bo'lsak, ota-onasi musulmon bo'lgan da kichik vaqtlarda Qur'on kurs uya buyada tarbiyalanib, ashundaq yetishtirilgan nurg'un yoshlarni men dinsiz deb uchuq davirdigan bir saviyadagi bir zamonda yashayapmiz. Shuning uchun biz nurg'un programmalarımızda oilaning, farzandning masalalarini to'xtab keldik. Bu temani albatta to'xtalishga tegishli bir masala. Mayli ota-onalar nuqtasidan bo'lsin, bunga diqqat qilish babidan bugun vaqtimiz yetgancha bunga tirishimiz. Programımızın daimlik aziz mehmoni hammalar tanışıq bo'lgan hurmatli ustoz Sharq Turkiston Ulamolar birligi shundaqla dunyo musulmon olimlar birligi a'zosi Abdurahmon Jamol Kashg'ariyni taklif qildik. Qimmatli vaqtini chiqarib qadam tashrif qilganlar uchun ko'p rahmat aytamiz. Alloh razı bo'lsin. Qadrli ko'ruvchilarimiz, programmamiz YouTube va Facebook kanallarimiz orqali naq maydondan tarix qilyapti. Ekran oldida chiqib turayotgan nomerimiz shundaqla ijtimoiy fikr vositalaridagi aloqa vositalarimiz orqali programmamizga aloqador har qanday fikr taklif bo'lsa, berishinglarni, savollaringlar bo'lsa, so'rashinglarni umid qilamiz. Shunaqla ko'plagan qarindoshlarimizning foydalanish uchun ham baharlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Undaqda bevosita boshlab ketsak ustoz, oldi bilan shu yoshlarning dindan yiroqlashishdagi ichki sabablar haqida to'xtalib boshlasak marhamat. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah hamsına peygamberimizge dua salamlar olsun. Yaşlarının dinden yiroqlashishdan ichki sababli maqsad yoshlarning o'ziga munosabatli sabablar. Sirtqi sabablar emas, yoshning o'zidan kelib chiqadigan bu sabablarga to'xtalamiz. Biz bunun 10 turlik masala bor, 10 turlik masalani qisqachalam deb o'tamiz. Xo'sh. Birinchi yoshlarningki dindan yiroqlashishningki birinchi sababi yoshlarning islomning haqiqatlarini, islomning prinsiplarini, qimmat qarashlarini va dunyoga qarshi bilmasligi yoshlar. Shuningdek bu yoshlarning bu dunyoga men nima uchun keldim? Dünyaya kelishga maqsad g'oya nima? O'lgandan keyin qanday natija yuz berdi, qanday holat yuz berdi? Bu haqda ko'plagan yoshlarning izlanmasligi bu dindan yiroqlashning birinchi sababi. Agar bu dunyoga kelishga maqsad va o'lgandan keyin nima ish bo'ldi, nega borman degan masala o'ylangan bo'lsa, cho'qim va dunyolik bilan oxiratlikni o'ylab u dinda tug'an bo'ladi. Yoki dinda mustahkam tug'an bo'ladi. Xo'sh. Ikkinchi sababi yoshlarning islomni bir butun tushunmasligi. Yani İslam nima desa, aqidaningki 6 erkanni zihni bilib qo'ysa, islomningki oshkora shuar ibodatlarni, namoz, ro'za, zakat, buni kuchayotgancha qilib qo'ysa, bundan bilan tugdi. Boshqa hayot bilan, boshqa soha bilan bu islomning aloqasi yo'q deydigan bir xato tushunib qolish. Yani islomni bir butun tushunmas. Islomning aqida sohasida, ibodat sohasida, axloq sohasida, ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy tuzumdan iborat bir bütün hayat sistemisi, hayat qonuniyati, hayat xaritasi yoki hayat metosi tushunmaslik bu yoshlarningki dindorlik chiqib ketsa sababi. Faqat masjidga chog'da
dindar bo'lsa, qag'at jamiyat chiqqan vaqtida nima ish qilaylik, o'zimiz xohlagan palak mansab qo'l deydigan bir xato hukm bu dinni sog'lom tushunmaganlikdan gap chiqmadi. Yoshlarning dinda yiroqlashishning uchinchi sababi yoshlarning ko'payisi islom dinining bir aql dini ekanligini bilmaydi. Ko'pligan yoshlarimiz o'qiydi maktabda, universitetlarda o'qiydi, yuqori saviyada o'qiydi. Men yaxshi o'qib bir ijodiyat yarataman, kashfiyat yarataman, millatimga, insoniyatga balkim ijodiyat yarataman, ulug' ishlarni qilaman, tarix sahnasiga chiqaman deyish mumkin. Buni neden tushunadi? Bu islom dini onu qo'llamaydi ko'pligan yoshlarning kallasida. Bugungi g'arb dunyosi yoki boshqa sistemalar bu ilm fanga, aqlga yo'l ochmadi. Bu dinning buni bilan munosabati yo'q. Xo'sh. Bugungi dunyo boshqa bir dunyo. Bugungi dunyo degan uchur davri, bugungi dunyo aql davri, bugungi dunyo ilm ma'rifat davri. Bu din degan faqatlan masjidga vaqtida Allohning oldida borgancha ibodat qilgan, buning bilan aloqasi yo'q deb qarang. Yoshlarimiz islom dinining aql dini ekanligini bilmaydi. Başka dinlerde ilgili, başka tasavvur, felsefe, nazariyatı ilgili İslam dinindeki akılını işletişke, tefekkür kılışka, oylanışka, icadiyat, keşfiyat yapışka, kançılık, yerismenliklerine, kançılık buyurduğunu bunu bilmeyin. Net yüzlüğün ayetlerde, net yüzlüğün hadis şeriflerde bu akılını işletiş doğrusu buyruklarının, körsetmelerinin kelgenliğini yaşlarımız bilmeyin. Şunlarla bu yaşlarımız İslam dininin bir ilim ma'rifat dini ekanligini bilmeyin. Dinimizden ilim ma'rifatni bir qo'shimcha ish emas, bir musulmonning ixtiyoriy ish emas, balki qaysi sohada bir narsa o'qsin, farz ibodat ekanligini yoshlarimiz bilmaydi. Cho'g'li bilmagandan tabiiy holatda yoshlarimiz bilmaydi. Ilim ma'rifatning dinimizning farz ekanligini, ibodat ekanligini buni yoshlarimiz bilmaydi. Yoshlarimiz bu yerda vahiy bilan, Qur'on sunnat iborat vahiy bilan bu aqlning zidlashmaydiganligi, Qur'on sunnatdan iborat bu vahiy bilan ilm ma'rifatning zidlashmaydiganligini yoshlarimiz bilmaydi. Xo'sh. Ko'plagan yoshlarimiz ilm falsafa kirib biz ish qilamiz, millat kasb qo'shimiz, vatan qo'li qilamiz degan ko'pincha bu nuqtani bilmaganlik uchun shu dinda yiroqlashib qolmasak, bu taraqqiy qila olmaymiz, ish qila olmaymiz, yuqori saviyaga yetolmaymiz degan o'xshash xam xiyollar bilan turadi. To'rtinchi sababi, yoshlarning din yiroqlashish to'rtinchi sababi İslam'ın körsetmeleri bilen insani düşüncelerini fark edemez. İslam'ın körsetmeleri ayrım, insani düşünce ayrım. Yani bu diğerlik dininin körsetmesi, Kur'an sünnetten ibaret. Bu iki menbeden kelgen körsetmeler hatalaşmayın. Hatalık bağımız hatalık yok. Her zaman insanın faydasına körsetme veremiz faydası var. Her zaman terakkiyat taşabbüs kılamdı taşabbüs kıl. Her zaman ilim marifet ügenden doğrusu değil. Her zaman oylan, işgal, insaniyetki paylık işgal dememiz değil. Her zaman özünün izzetini, vatanını, halkını, mal mülkini, kimlikini qoğda değil. Ama yaşlarımız bu dinin prensiplerini insani düşünceni bilenmeyenlik için bazı insanlık gözü karıştırıp din muşunda okşayır değil. Bu insanın düşüncesi hatalık yüz veremiz, hatalık yüz verdi. Mesela ben özümden tasavvurum boyunca, göz karışım boyunca bazıları hatalaşımız. Hoş. Sırlı bir hatalaşım hata. Yani bir peylasif olsun, yani bir ölüma olsun, yani bir yazgıcı olsun, hatalaşım ihtimali bağımlısı var. Ama Kur'an sünnet, dinimizden menbesi olan Kur'an bile sünnet hatalaşım imkanı itibarımız yok. Bunu ayrış lazım. Bu sebepten köplügen yaşlar bunu bilinmeyenlik için Müslümanların hatalıkını dinden kere oturdu. Bugün günlük Müslümanlar köp işte hatalaştığımız. Mesela ilim marifet yüzlenmedi, aklını işletmedi, özünü qoğdaş kelgen can pasiflik kıldı, düşman bilen apak çapak oldu. Hoş. Hatalıkımız buna hamız hatalık. Bu hatalık Müslümanın hatalık mı, dinin hatalıkımız. Bu Müslümanın hatalık, dinin hatalık emez. Bunu köplügen yaşlar bilinmeyenlik için bu dinine atıp koyardı. Bu dinin maksat, İslam dinin maksat. Hoş. Beşinci sebep yaşlarının dini yaklaşın. Yaşlardaki fikir acizlik. Fikir duraksızlık. Ya ki fikri buruluş ya fikri ezip geçiş. Mesela yaşlar degenimiz toluksuzdan başlanışı mümkün. Toluk otur okucu oluşu mümkün. Üniversite oluşu mümkün. Buna hemiz yaşlar grupsuzluk gördü. Demek bunlarda bir fikri duraksızlık. Fikri acizlik. Bugünkü okşaş fikir hücumu şiddet olan bulavatkan fikri talaş tartış küçüyüvatkan, fikri cihetten teşvikat ve başka sebepler yüzden duruvatkan bu sahada yaşlar fikri aciz olup kalsa taraf taraf tatip ediyor. Bugün tayin yok adamlar. Karkosak adamlar.
Hech narsada bir e'tibori bo'lmagan bir odamni, ilm ma'rifatdan nesiyasi bo'lmagan odamni o'zini bozorga solyapti. Shundoq bo'lsa, ay tani yo'q odamning keynida yuradigan bir qism yoshlarni ko'ryapmiz. Demak, bu nimasi? Ideya turaqsizligi, ideyaninki jonliq bo'lmaganlikning ifodasi. Yoshlarning islom dini qilishningki oltin sababi shakli dindor. Sen nima uchun musulmon? Sen nima uchun dindor? Nima uchun namoz o'qiysan desa, ota-onam namoz o'qibdi ekan. Shuni o'qiyman dedi. Nima uchun o'qiysan desa, yo'q dadam xapulayda o'qimasam dedi. Yoki uydagilar o'qiydigan o'qidim dedi. Ammo nima uchun degan bu savol haqida. Bu islom qanday dedi? Buning prinsiplari nima? Qimmat qarashi nima? Qanday bir natijaga keldi? Buni yoshlarimizning ko'pincha o'ylanmaydi. O'ylanmayapti. Bu sababdan shakli bo'lgandikan bu zamonning taraqqiy qilishiga ergishib, vaqtning o'tishiga ergishib, bu o'zining qanoatidan bo'lmagan, diliga ega bo'lmagan bu holat tadrijiy yemirilib bo'shab ketadi. Chunki bu yer qanoat lazim, o'ylanish lazim, izlanish o'yi yetirish lazim. Xo'sh. 8-sababi yoshlarimiz erkinlik hukmini tushunmaydi. Erkinlik degan bu hukmni tushunmaydi. Bu dindorlikni erkinlik zid deb tushun. Dindor bo'lib qolsak biz erkin bo'la olmaymiz. Dindor bo'lib qolsak biz qaloq bo'lib qolamiz, jonning kendi qolamiz, dunyoning kendi qolamiz. Xo'sh. Yoshlarning ko'pincha. Erkinlik degan hukm nima? Bu intayin muhim. Erkinlik degan mas'uliyatchilik. Dunyoning har qanday yer erkinlik mas'uliyatchidir. Masalan, g'arb dunyosini misol qarang. Birisi yana birisini ursa, yoki birisidan yanchqilib pulni elib olsa, erkinlik bormi? Angliyada, Amerikada? Yo'q. Çünkü kanun cezalaydı. Demek bir yerde erkinlik, mesuliyetçilik erkinlik. İslam dinik erkinlik nimede ibaret ise, İslam çekilgen dairde sırtmışlarda insaniyetke, yani başka ziyan eklenmeydiğen bu kalsa bir şey erkin. İslam çekilgen iş bulmasa, başkalığa özü ve başka ziyan eklenmese o şey erkin. Hoş. Mesuliyet özü. Bu erkinlik bu dair. Ama bugün yaşlarına davet erkinliği, fakat yerim yalnız erkinlik. Yoki gunoh ma'siyat qilish erkinlikdir. Siyosiy erkinlik olsun, iqtisod tiklash erkinligi olsun, ilm ma'rifat o'rganish erkinligi olsun, safar qilish erkinligi degan bu erkinlikning hammasi islom dini muqaddas deb qaralgan, inson huquqiy, insonning e'tibori deb qaralgan, buyurilgan ishlar. Bu hukm tushunmaganlik uchun faqat shu yerim yalang'och yurish, egizpas diskurs saklash buni erkinlik deydi. Xo'sh. 8-si yoshlarimiz g'arb dunyosiningki ilm-fan va sanoatiga mas'ul bo'lib qolgan bir qism yoshlarimiz nimani elish, nimani olmaslik, qaysi to'g'ri, qaysi xato buni uqolmaganlik uchun g'arbdagi ilm-fanninki taraqqiyotiga mas'ul bo'lib, oladigan yana olmay, ilm ma'rifat o'rganmay, uning ideya qismiga, madaniyat qismiga kirib hammani qarqo'yaq elib oladigan bu xatolik kirib qolsa, bu yer dinni chatlaydi. İlim ma'rifat o'rganamdik, kimda o'zi o'rganamiz. Sanoat kimda taraqqiy qilgan bo'lsa, olamdik, olamiz, dinimizdan ko'rsatamiz. Ammo halol harom taqishdigan yerda to'xtadi. Masalan, fizik o'rgandi, kimyo o'rgandi, astronomiya. Bu ilmni o'rganish dinimiz farzmi? Farz. Qur'onda mingga yaqin oyat osmon jismlari osmon haqida to'xtaladi. Buning ko'pinchasi astronomiya bilmasa, fizik, matematik bilmasa, bu oyatlarni tushunadigan bo'lmaydi. O'rganamiz. Ammo haromga taqishib qoldigan bu nereden kelib chiqadi? İdeya meselesi. Xo'sh. İdeya tasavvur meselesi, medeniyet meselesi. Bu sen o'zing oladigan yerni qo'yib turib, boshqa kishilarningki kimligidan kelib chiqqan, ideologiyasidan kelib chiqqan, dunyo qarashidan kelib chiqqan narsa kelib olib, bu yerda g'alati g'ashtirim elib, bu yerda ezib ketib dinni yiroqlashadi. Demak, bu g'aribliklar qarasak inson huquqi ijod qilibdi. Siyosiy erkinlik voqean, u voqean, bu voqean. Unda o'g'anchar biz mana shunga o'xshash, bu dindan yiroqlashsak, g'arb dunyosiga o'xshash taraqqiy qilamiz deb dindan yiroqlash. Amaliyotda inson huquqi 1400 yil Qur'on kelgan birinchi oyatda Allohga qulluq qil, undan har qanday birisi qulluq qilish, rad qil degan bu islomdagi la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh degan bu shahodat kalimasining ma'nosini bu yoshlarimiz bilmaydi. Tavhid bayrog'i islomdagi erkinlik, hurlik bayrog'i ekanligini afsuski ko'plagan yoshlarimiz buni bilmaydi. 9-si yoshlarimiz ko'pincha skolarizmni taraqqiyotninki alomati yoki taraqqiy qilish uchun skolarizm bo'lish kerak. Skolarizmdan maqsad biz ko'p to'xtaldik. Ya'ni dinni faqat masjidga cheklash, ijtimoiy hayotga, siyosiy hayotga, maktab hayotiga, ish xizmat o'rlashtirmaslik. Demak, biz bu g'arb qo'shiq skolarizmga yo'l kirsak, taraqqiy qilamiz dedi. Bu xatomiz, bu xato.
Bu g'arb dunyosining tasavvuri, g'arbdagi dinga qarta kelib chiqqan bir hukm. Xo'sh. Shuningdek bu yoshlar ideya jihatda, ya'ni maqsad dunyo ko'z qarash, yurish turish, kiyim-kechakda olsin, o'tirib qopash jihatda Michael Jackson bo'lamiz, yanimiz bo'lamiz to'g'risa, bu taraqqiyot, olg'a ilgarilash, madaniylik deb qaraydi. Amaliyotda eng chong bir xato. Dinni yiroqlashning sabablarimiz shu. Ideya jihatda, yurish turish jihatda yoki stilda g'arb dunyosini to'g'rash bu taraqqiyot emas. Bu taraqqiyot inson o'zining kimligini, o'zining qimmat qarashini, o'zining muqaddas deb qaragan narsani qo'dg'avot endin taraqqiy qiladi. Boshqasidan posmisini aklab, shlapsini aklab, men taraqqiy qildim, madaniyatli bo'ldim, madaniyatli bo'lmaydi. Qo'zqalgan biznes borimiz yo'q, umas yo'q. Qarib olsak, lekin gilas taqib olgan bilan yoki bir binasini ko'tarib olgan bilan madaniyatlik yoki taraqqiyot hisoblanmaydi. O'ninchisi yoshlarimizdan ko'pinchisi yoki bir qism xato da'vatchilarga uchrab qolganlikdan dinni yiroqlashmoq. Qanday da'vatchilar xato desa, islomning oson ekanligini bilmaydigan. Islom oson amaliyot oson. Islom kang qo'saq bo'lsa, kang qo'saq boshqa dindikilarga, boshqa millatlarga nisbatan muomala qilsa, islomning ko'z qarashi aniq. Zulm qilmasa, tajovuz qilmasa, ular bilan normal insoniy qarindoshlik bilan muomala qilish har zaman yo'l ochiq. Balki unda halqib o'tib, qaysi turib yaxshilik bo'lib qolsa, qilinglar, musulmonlik obrazini silchiklanglar, boshqalik qilganini sizlar qilmanglar deydigan buyruq bor. Bu islomning kang qo'saq dini ekanligi, oson din ekanligini ko'pincha demaydi, bir qism vaizlar buni bilmaydi. Bular haram doirasini taraytadi. Uni qilsang bo'lmaydi, buni qilsang bo'lmaydi. Haram doirasini kengaytirdi. Dinimiz yo'l qo'ymagan, dinimiz buyurmagan, Qur'on sunnat kelmagan narsani o'ttasi qo'ysalar, yoki o'zining fikriga maslashurman deb haram deydi. Bu orqali dinni nachin, murakkab, yashig'ini olmaydigan bir narsada ko'rsatib qo'ygan bir qism halol doirasida asos ongsiz da'vatchilar bor. Vaizlar, da'vatchilar vaizlar. Yoshlar buni ushqab qolib qolsa, din mushunda bo'lib qolsa, asta ishimni qilay deydi. Ya yashig'ini olmasa, ya maktab hayot taraqqiy qilmasa, ya ilm hayot taraqqiy qilmasa, hamma ish bo'lmaydi desa, soat taqsi bo'lmaydi dedi bu palaniyani dedi. Gidas taqsang bu Yevropaning dedi. Yana bizmeni kelsang bizjaning dedi. Samsungdan alsang Koreyaning, iPhone'dan alsang Amerikaning, kapirning biznes qilmaydigan bu xil radikal, bu xil mutashaddid bir vaizlar chiqib qolg'ashlar bo'lib qolsa, bunda dini kirgicha men kirmay, kirgan bo'lib qolsam tadrijiy holatda ishini bilib yiroqlashadi. Aslida o'zimiz ma'lummi bu yoshlarning din yiroqlashi sabab biz keyin o'limalar haqida ayrim to'xtalamiz. Men yuqori 10 turli sabab bu yoshlarning dindan yiroqlashdan, so'yib ketishdan yoshlarning o'zidan kelib chiqqan sabablar hisoblanadi. Alloh razı olsun. Endi ichki sabablar, o'zidagi sabablarni dedik, endi tashqi sabablar haqida ota-onalar bo'lsin, muhit, maktab bo'lsin, o'limalar hatto hozir degan masala. Bulardan qisqa bir yoshlarning dinda so'yib ketishdan yoki chatnab ketishdan yoki yiroqlab ketishdan tashqi sabablari. Bu ko'pincha nerdan kelib chiqadi? Ota-ona, maktab, madrasa, o'lima, o'qituvchi yoki jamiyatda o'zini arbob deb chiqib olgan yoki jamiyatni men yuzlandirman deydigan odamlarningki ahvoli bilan munosabatlik sabablardan u yana 10 nachani to'xtalaydi. Bu sabablarning birinchisi ota-ona munosabatlik sabablar. Bular 4 turli sabab bor ota-ona. Intayin mo'ng. Ota-onalarning ko'pinchisi qarsak, bo'libmi Uyg'ur ota-onalarning ko'pinchisi qarsak, ilmiy safa to'vanmiz. Ilm ma'rifat to'vanmiz ko'pinchisi. Demak, ilm ma'rifat to'van bo'lganlikdan bo'libmi shar'iy masalalarda, diniy masalalarda, islom munosabat masalalarda ilmiy safa to'van bo'lganlik uchun bolalarga aqida jihatda, axloq jihatda islomning dunyo ko'z qarashi yoki qimmat ko'z qarashi yoki prinsiplar haqida tarbiya berishdan ojiz kelmaydi. Bu reallikmi, sirallik. Ota-ona namoz o'qimiz, namoz o'qiydi. Pul topsiz, az-soz zakatini beramiz, bir ro'zini chiqib ketmagan hammasi tutdi oldi ekan o'g'lim. Hech pul topsa, bir qadar tugaydi. Ama undan başka yerga vaqtida bu islom siyosiy hayotda, ijtimoiy hayotda, sotsial hayotida, o'qish hayotida, xizmat hayotida, osmon uchgan dengizga cho'kkan vaqtida islom nima deydi bu yerga vaqtida ko'pincha ota-onalar bu sakiyagan ojizmiz. Bu birinchi xalqlik sabab. Asli bolaning tarbiyasi birinchi omil, eng muhim omil, eng cho'ng mas'uliyat kimda desa ota-onada. 24 soatning mutlaq ko'p qismi kim bilan ma'noda bo'lsa bolaning ota-onasi bilan.
Ammo afsuski bir qism ota-onalarimiz borki, qo'sqin to'yg'izib qo'ysa balni. Kim kichkina app bersa, bo'lsa telefonning model nimalarni iPhone'ga o'xshash, Samsung'ning yamandagi app bersa, maktabda kirgizib qo'ysa, yozda ish kuchaysa bir azroq bir Qur'on o'qib qo'ysam, savodni chiqarib qo'ysam, mening ishim tugdi dedi. Qo'sqin to'yda yana nima qilib beray dedi. Mening mas'uliyatim mushun tugdi deydigan ota-onalar yamonchiq bizniki. Xolos, tutpadi buga palani mollamga dedi. Ya bir ay yurdi, ya 15 kun baramdı, barmamdı, uyga boramdı, to'rxonaga boramdı, o'ynamdı, uning bilan ish yo'q. Ba'dan barmidi, nima o'qiding degan uyga kelgan chaqda, ba'da yo'q narsa. Chunki o'zi bilmaydi. O'zi kelgan chaqda bugun nima o'qiding, nima o'rganding, islom nima to'g'risi nima deydi ekan, aqida ko'z qarashi nima ekan, dabaqa deydigan bu yerga kelgan chaqda ota-onaninki unchalik bir safa yo'q. Bu eng xalqaro sabab. Balalarninki qo'ldan chiqib ketish, yiroqlashlik sababning birinchisi ota-ona. İkinci sebep ata-onalarning dindorligini shaklashganlar. Ko'pincha ata-onalarning shakli dindorlik. Xuddi balalar nima uchun desa, ata-onalar shu ata-onamiz bu yerda dadamda shunday o'rgangan, shunday ko'rgan. Demak, ata-onalarni balalar so'ragan savollarga qanoatlanlik javob berishini ajiz. Bugungi zamondagi balalar, bugungi masalan 15 yosh, 20 yosh, balki 25 yosh qadar ma atrofdagi balalar bizden zamanımızda o'xshamaydigan ayrim bir dünyanın balları. Bunu ata-ona his qilolmaydi bugun. Hatta mollalar, ulamalar, ziyolilar, yana boshqalarim buni his qilolmaydi. Bugungi zamonning balları boshqa bir dunyoning balları. Biz bu vaqtida ilm ma'rifat manbalar nereden nerjid? Tushunishdik. Ata-ona, madrasa, maktab. Bugun kunlikdagi balalarning ahvoli bosh. Biz bilmagan ba'zi narsalarni ko'lab, ko'chalab bilishi mumkin, anglishi mumkin. Çünkü hemimizin kolunda aldık yani olap hazır. Bilim ma'rifat, buzg'unchilikning manbasi olgan telefon. Demek bu ata-onalar bugungi balalarning so'ragan savol javob bermay, bunda desang bo'lmaydi, bunda desang to'g'ri bo'lmaydi. Men bir so'rab boqayda bir og'iz ba yo'q bo'lib kelsa, u balla o aqida to'g'risida, ibodat, axloq to'g'risida savolni xato olsin, to'g'ri olsin, oldiq kelgan bosh ketaverdi. Yana mas'uliyat, yana kimdan chiqdi desa, yana ata-onadan kelib chiqdi. Uchinchisi ata-onalar balalarni Qur'onga bog'lash va masjidga bog'lash sal qaraganligi balalarning dinini so'yib ketishning eng muhim sabablaridan birisi. Balalarni hidoyat tutib turadigan, balalarni sirotal mustaqim to'g'ri yo'l tutib turgan eng muhim omil ikki. Namoz, Qur'on. 5 vaqt namoz. Farz sunnatlari bilan. Duolari bilan. Bu intayin muhim. Hech bo'lmagan vaqtda edigan bilan kech vaqtda masjidga chiqish. Gündüzleri mektapta köpeğiniz, balların köpeğiniz, biz yaşlı hakkı toxtalı vatımız, köpeğinizi mektapta oğanlık için, hiç olmasa edigemlik geçti. Namaz okudum mu, okumadım, bunu her günü tapşırıkını işledim, işlemedim. Mektap badım bağımını sorğanda bu namaz sorar. Kur'an'ı her günü az olsun, 1 bet okusun, 2 bet okusun, 10 bet okusun, 20 bet okusun, her günü üzmeye koş. Bu iki amel balalarının ruhi cihetin, akide, ahlak, ibadet cihetin davalap durduğun, ıslah qilib turgan eng cho'ng omil namoz bilan Qur'on. Bu ikki sal qaragandiki balalarning boshqa narsa, boshqacha aqmaydi. Yo'q gap ketadi. Qalbini pok qiladigan narsaning birinchisi Qur'on. Insonni Allohga bog'lab turgan narsaning eng cho'ng omili namoz. Tabiiy holatda payg'ambarimizning sunnatlari, payg'ambarimizning hayoti o'rnaki intaymi. Kimni o'rnak tutadi? Bir zamonlarda biz maktabda o'qiydigan vaqtida o'ttas qopsi lepon ro'yda o'rganish eng cho'ng o'rnakimiz shu deb o'qitadi. Türkiye'de belki birilerini ruhidan deb o'qitadigandı. İsmini til qarashdan ashyo. G'arb dunyosi birilerini o'qitadigan. Musulmon bo'lgan odam dunyoning narda bo'lib qolsa, eng cho'ng o'rnakniki Muhammad alayhisalom ekanligini keskin holatda o'ttas qopsi balalarga uni o'qitish lozim. Har qanday soat eng cho'ng o'rnakni Muhammad alayhisalom ekanligini so'ndirish lozim. Bu deganda Qur'on bilan qilsak bo'ldi, sunnat aloqasi yo'q deydigan bu yerga kirib qolsa bo'lmaydi. To'rtinchi sababi ota-onalarninki balalarni aqida, axloq jihatdan tarbiyalashni eng cho'ng mas'uliyat deb qaramaslik. Ota-onalarninki balalarni aqidalik qilish, axloqlik bir solih, yaxshi bir musulmon, yaxshi bir inson qilib yetishtirishni eng cho'ng mas'uliyat deb qaramaslik. Albatta bu yerda hamma ota-ona unday emas. Bu yerdagining bir qism. Balki men degan bo'lsa bu xatolashimi? Bir qism ota-onalarni balalarni aqida, axloq jihat tarbiyalash eng cho'ng mas'uliyat deb qaramaslik. Albatta bir qism ota-onalar balalar qarib olsa 1-2 yil
mablag' soldigan, kuch chiqardigan ota-onalar. Bir qismi ota-onalar bolalarni Qur'on kursi fursat topib qolgan vaqtni, bir qismi ota-onalar o'zi uyda o'qitadigan, bir qismi ota-onalar o'qituvchi taklif qiladigan har turli. Ammo umuman qilib aytgan chog'da bolalarni bir e'tiqodli qilish, axloqli qilish uchun bu hayotimdagi eng cho'ng meniki mas'uliyatim deydigan bu narsani ota-ona bilish lazım. Ammo afsuski yuqori deganimizdek bolalarni qo'sqin to'g'izib qo'ysa, kiyim-kechkini bersa, yana nima qilib bersam bo'ldi deydigan ota-ona afsuski ujiq. Ma nimaga kelmaydi. Xo'sh. Qanday qilib endi gap anglamasa deydi. Chunki tarbiya kichigidan tortib bo'lmagan ekan, boshqara olmaydi, idora qila olmaydi. Yana bu yerda bolalarni e'tiqod jihatdan, axloq jihatdan, ilm ma'rifat jihatdan va kimlikni qo'g'dash, milliy kimlik bilan qo'shib bizga nisbatan muajirat hayoti. Bu to'rt narsa muhim. Maka maktabda ilmiy jihatdan olib desakmi? E'tiqod, axloq, kimlik. Buni qo'g'dashga dasmiy sanmaslik. Mablag' sanmaslik. Ota-ona ko'pincha dasmiy sanmaydi bunga. Xo'sh. Bu dinimiz buyurgan Qur'oni Karim keskin qilib holatda o'zinglarni va bolalaringlarni do'zax kirib ketsan saqlanglar deb alayda ogohlantirgan masalaga dasmiy sanmaydi. Azroq maktabda o'qisa ba'zi bir bolalar bir qismlarini hunarvan qilib asli ishim tugda janini baqsin dedi. Bir qismini azroq o'qib bilan tijorat qiladi, bir qismi maktabda o'qib shuning bilan ishlab xizmatchi bo'lib janini baqsin. Tamam, hammasi lazım. Hunarvan bo'lish lazım, tijoratchi bo'lish lazım, maktabda o'qib ilmiy soat yuqori darajaga yetish lazım. Ammo bizga qanday odam lazımsa, mayli hunarvan tijorat o'quvchi bo'lsin, professor bo'lsin, e'tiqodlik, axloqlik ilm ilmi lazım. E'tiqodlik, axloqlik hunarvan lazım. E'tiqodlik, axloqli tijoratchi lazım. İslamdan talebi. Ammo afsuski ko'plagan ota-onalar dasmiy sanmaydi. Qanday? Men bundan misol olaylik. Bugun kunlikda 8-sinfniki tayyorlik qilish uchun normal holatda bir İstanbulda bir kurs qilib bersak, ozga 80 ming deydi. Ya'ni 2 ming dollar pul to'lashimiz lazım. Balalar maktab nima uchun? Normal holatdagi bir kurslar. 1 yillik yordam berdi deb, endi 2 soat. Chiqim qilishga rozi bo'lsa, ko'plagan ota-onalar rozi. Moshina qilmasak, bola ojiz bo'lib qolsa, to'liq o'tirib chiqqan vaqtida buni saviyasi tushib ketadi yoki yaxshi maktab kirolmaydi. Tamam. Bu bir misol. Balaga ingliz tilini o'rgatmoqchi, chetda o'qitmoqchi bo'lganlikdan yoki tijorat sanmoqchi bo'lganlikdan. Kurs qazigan vaqtida oyda 8-10 ming tiydi, ya'ni 200 dollar to'lashga rozimi, rozi emasmi? Rozi. Ammo buningki dunyolik bilan oxiratlik munosabatli. Buning bir adam bo'lib chiqish uchun bütün qarı olamiz, 2 parlik qarı olsun, 1 parlik olsun, 5 parlik. Ammo e'tiqodlik olsun, axloqlik olsun, bir salih, yaxshi odam bo'lsin. O'ziga millatiga foyda yetkazgan bir odam bo'lsin. Buning mablag' solishga vaqtida chiqin topqinmaydi. Haqsiz yavosi bo'ldi deydi. Oyda 100 dollar to'lab, 1 yilgacha ma'balni besib e'tiqod jihatdan, qarliqni qisman o'qisin deb savol chiqargandiki, bir e'tiqod bir necha oy o'qisa balkim nim qilib qoladi, 3-4 oy besib o'qisa qo'shimchalikda akşamlar maktabda bir axloq o'rganish uchun kurs shaklida 100 dollar chiqim qilish ko'plik ota-ona rozimiz, rozimiz. 2000 dollarga rozi bo'ldi, 100 dollar rozimi. Nima ish qilsa? Bu o'lima o'g'allar yoki bu ahlim degan buni haqsiz fi sabilillah xizmat qilish lozim. Bunaqa haqqos qanday bo'ladi? Payg'ambarimiz la asalukum ajra haqqamaymi deb kaqimiz ko'nab qoladi. Demek bu yerda dunyolik uchun qanchalik dasmiy sasali, ammo dunyolik oxiratga munosabat kelgan chog'da dasmiy sanmaydi. Shunga bizning ma'riflarimizningki taraqqiy qilmasligining sababi Uyg'urlar ko'p o'ltiraqlashga yakaga vaqt bo'lishi birinchi qatim bo'lgan narsa maktab bo'lmasa, maktab selish, masjid bilan birlik tabiatda. Masjidning o'zi maktab bo'la oladi bizning nazarimizda, boshqalarga o'xshamaydi. Masjid maktab qila olamiz, ibodatxona qila olamiz, siyosiy markaz qila olamiz islomning nazariyasi bo'yicha. Bir merkez bo'lishdi. Ko'pligan yer ba'mus yo'q. Ammo dasturxon mehmon chaqirgansa, falon pulni bir dasturxonning 2000 dollar xajlab chiqarsa, ammo ilmiy ishga kelgan vaqtida bo'ladi yoki islomiy saat bir yetishirish kelgan chog'da, rasmiy selish kelgan chog'da markazga kurslar yo'q. Nayt asandagi odamlarni hisob qilmagan chog'da. Bu millatning ahvoli bu. Davqacha u bolaning bo'lmoqchi. Xo'sh. Ham ota-ona munosabat yana bir sabab bor. Biz 4 ni dedik, ota-onamiz 5-chi sabab ota-ona ko'pincha kitob o'qib, bolalarni qanday tarbiyalash lozim. Bu izlanmaydi. Masalan, 3 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan bolalar, 6 yoshdan 10 yoshgacha, 10 yoshdan yoki 12dan
17-18 kishi bo'lgan ma yoshlar qanday o'zgarish bo'ldi, nima bo'ldi, nimaga diqqat qilish lozim ekan deganda, bu sal kitob o'qimagan ekan. Ish beshikkaga chat ko'rib, u bo'ldi, bu bo'ldi dedi. Oldin tajriba bo'lmagan. Bu yuqorqi 5 sabab ota-ona munosabati, bolalarniki dindan so'yib ketishi yoki yiroqlashlik sabablar. Endi bunaqa yana maktab munosabati sabablar bor. Buningda sabablardan biri 3 ta misol qilaylik, 4 ta. Sağlam kimlikka ve qimmat qarashga uyg'un maktablarning ozligi. Sağlam kimlik deganimiz diniy va milliy kimlikni birlashtirgan maktab. Yoki kimlikning birini chet qoqmaydigan. Sağlam kimlik. Sağlam kimlikka qimmat qarashga uyg'un maktablarning ozligi. Yo'q demadik, ozi. Jiq desak, hamiyat topilmaydi. Masalan, İstanbulda misol qilaylik. Her bir mahalle mektep bağımlısı mektep. Bunun hemmisi sağlam kimlikке uygun olsa, undaq emas. Yo'q emas bo'lsa, bu qanday yer bo'lsa, ilg'or, proji mektep deganlari. Bu kimlikке uygun, mesela İmam Xatibninki, misol qilsa, bala 4-sinfni yaxshi o'qiy olsa, ilg'or numara olsa, to'liq sizdimi ilg'or mektep kiralaydi, to'liq o'tirish chiqavatadimi ilg'or noch mekteplar kiralaydi. Bu ilg'or mektep kirgan qarsa, kimlik sağlam, qimmat qarshi uyg'un bir odam bo'lib chiqadi. Chunki uyga kirgan bolaning hammasi zirak, nemisi yaxshi o'qishi, hammasiki axloqi joyida, chunki maktab kontrol qildi, idora qildi, dars berdi, tarbiya qildi. Bolalar u ham bu ham ketmaydi. Demak, bu proje maktabga yoki ilg'or maktab deylik bizning zo'rg'ilib. Ilg'or maktab kiramay, ma'lum maktab kirib qolsa, Kemmes fakat kemme de deplam kıldıgan, ama onunki ahlakı, okuşluğumuzu gelgen çağda tuzuk kar olmaydıgan, ya ki diyanet ahval kar olmaydıgan kep kalsa, o balının ahvalı şu kep çıkır. Şu an bu mu intayın muhim amillanmış. Ama bugün yok diyemeyiz. Mesela Türkiye'de yaşayalım nispeten, balısını yaxşı okutarsa, başlangıçta 3'ten 4'ten talip obdan tutarsa, toluksuz da karı kılıp talaydı balısını. Oğul olsun, kız olsun, ondan mektaplıca. Listeki çıkavat, yani otoluk oturup çıkavatım, ilgar, yuqori saatlik maktablarga imkoniyat bormiz, imkoniyat. Muhim boshda bo'shanlik qilib qolib qolsa, oxir bola o'tamagan ekan, o'qituvchining toza sapasi yo'q. O'quvchining ko'pincha axloqining bo'lmagan aydan ma'lum maktab kirib qolsa, bolalar uning nimasidan ta'sirlandi. Bu 16-sabab keldik biz. Endi 17-sabab bog'lab ma'lum. Yoshlarga Uyg'urlar ko'p o'ltiraqlashgan har rayonda sistemalik holatda diniy ma'arif bilan fanniy ma'arifni birlashtirib o'qitadigan ilg'or maktablarimiz nayt az yo'q hisobda. Yo'q. Uyg'urlar ko'p o'ltiraqlashgan 50 dan ortiq, 100 dan ortiq, 200 dan ortiq bir oilamiz bor. Bu ko'p hisoblanadi bir muhojirat hayotiga nisbatan, chet el hayotiga nisbatan. Ammo afsuski chechilib ketish, oiladan chechilib ketishi bir binoda bo'lmas ham turli sabablardan, u bir illat. Diniy ma'arif bilan fanniy ma'arifni, garchi maktablarda o'qish bo'lib qolsa-mu, yana to'liqlama lozim. Agar fanniyni oladigan bo'lsa, diniy ma'arifni to'liqlash lozim, axloqiy qimmat qarashni to'liqlash lozim, milliy kimlikni, milliy tarixni, milliy madaniyatni, nurg'un narsani to'liqlash lozim. Buni birlashtiradigan ilg'or saviyadagi bizning maktablarimiz, madrasalarimiz, kurslarimiz yo'q hisobda. Men palani bor desa, men demayman. Ya bir kısımlar bütün dini ma'rifni tutib maqdıq deb, ko'ni zamandagi, bugungi zaman bilan yetishmaydigan ma'rif yo'lga kirib olganlarning bir nechasi bor. Bir qismi fannin deb, aqida, axloq nimasi yo'q. Mushuni o'rgansa bo'lib qolgan nima bo'ladi deb, uni tutib olganlar. Ba'zi uni birlashtiramiz, ham ibtidoiy bosqichda cho'qlab yurgandan bir nechasi bor. Bu reallik. Uni yo'q narsani agar mandag'i bo'lsa, u aqmaydi. 18-si yoshlarning cho'nglarga o'xshamag'achqa. Xo'sh. Her rayonda, Uyg'urlar ko'p o'ltiraqlash har rayonda, har faslda, yilda 4 fasl bor desak, 3 oydan bo'lamdi, 2 oydan bo'lamdi bir kurs o'rnatishtirish lozim. Chunki biz insonning badani yemek-ichmakka, g'izoga muhtoj bo'lgandek, bu aqlni o'stirishga muhtoj, ruhiy holatdan poklanishga muhtoj. Maktabda ilm ma'rifat olsa, aqlni o'stirsa, ruhiy g'izo kam bo'lib qolsa, buni to'liqlash lozim. Yemek-ichmakni uyda olsin. Shunga bu yerda har rayonda
Pasillik qilib, menimcha 2 oylik, 3 oylik qilib kurs o'rnashtirish. Aqida, axloq darsi. Aqida, axloq kursi. Haqsiz emas pulliq. Çünkü pul sizden kıymeti olmaydı, hem atalım sürüştürmeydi. Çünkü başkası tölegende bunun tölese, endin okutukçunun tapkın oldu, yaramlık adamın tapkın oldu. Kurs orlaştırır, ballarınki aqida, axloq dersini her rayında bu izchil holatda yapmasa, o vaqtida o ballar dinde soyup ketadigan, chatlab ketadigan, bunda ahvollar yuz bermaydi. Ammo afsuski bunda kurslarimiz, bunda maktablarimiz, bunda maktab yo'q hisobda. Bo'lsin ba'zi yerda, ko'pincha yerda Uyg'urlar o'ltiraqlashgan bunda pasillik şekilde 2-3 aylık kurs tutup besipmenen mesela bir ayda mavi kitabını tüketimiz mani tüp 3 ay qilib qolsa 3 kitobni obdan tugatgan olur. 5 kundan dasmas kunda 1 saat. Topshiriqlar öyle. Hal obdan natija erishgan oldu. Bunga da'vatchilik kuchash lazım. O'limalar ota-onaning har birisini kuchash lazım. Ammo buni dasmi selish lazım. Mablag' selish lazım. Buni bosh kurs pul to'laganda pul to'lab qilish lazım. İmkaniyat var. İmkaniyat yo'qlar, u ayrım bir mesele. Bundan bo'lmasa ballar ketaver. Boshqaramada qo'ydaydi. Qo'sqiq kelgan chaqda ba'pol obdan nim qilgan chaqda kiyim-kechak gapiradi, oliy nim qilgan chaqda, ammo ma'rifga, diniy ma'rif kelgan chaqda bu yerga hajlamasa chiqmaydi. Bala bilas bo'ladi. Xo'sh. Endi yana bu ilmiy sohaga munosabatlik yoki maktab munosabatlik omillarning birisi 19-chi bir qism ziyoli atlab qolgan sapasiz kishilar. O'zi ziyolimiz ziyoli, balki unvoni bor. U ayrim bir masala. Sapasiz, onsiz. Bu onsiz bo'lganlikdan islomni tushunmagachga, islomni aql qarshi. Islom ilm ma'rifat qarshi, islom madaniyat qarshi, musulmonlar bugungi kunda qilib qolish sababi mush dindan kelgan deb xato tashviqot qilib millatning farzandlarini ozdirish qilib turgan bir qism ziyoli parastlar. Shu sapasizlik atılab qalgandir. Əsas ziyarət emas bu. Bulumu bu yaşlarınki dindin soyup ketishga rol oynayotgan omillarniki birisi. Endi biz ota-ona bilan maktabni, endi o'limalar keladi. O'limalarning mas'uliyati yo'qmi bu bolalarniki yoki yoshlarniki soyup ketish, yiroqlashib ketishda? Buni 3 turlik nalayda garchi vurmoq bo'lgan bo'lsin, 20 ming sabab qilib ko'pligan o'limalar, hammasi emas, ko'pligan o'limalar davrning taqozzosiga, yoshlarning aqliy qobiliyatiga va yoshlarning orzu armonlariga uyg'un keladigan shakl qanoatlanarli qilib da'vat qilishni ojiz. Da'vat qilamiz, da'vat qil. Hammasi oyat o'qiydi, hadis o'qiydi yoki bir kitobdan masala o'tirib qo'yadi. Ya davrga uyg'un kelmaydi, yoki yoshlarning aqliy qobiliyati uyg'un kelmaydi, yoki yoshlarning orzu armonlari islomiy tushuncha, islomiy tasavvur bilan eshib berolmaydi. Yoshlar bir maydonda, ahlining bir maydon. Reallik reallik. Unda o'lgancha bir o'limaning buningdagi mas'uliyati albatta bormoqsi bor. Ota-onaning birinchi o'rinda, o'limaning ikkinchi o'rinda, maktabning uchinchi o'rinda. Meniki nazarimda. Xo'sh. Ikkinchi 21 sabab yana bir qism shu o'limalar munosabatli. O'limalarning bir qismi qarasak, balkim ko'p qismi deyli. Yoshlar bilan aralashmaydigan. Yoshlarga madaniyat, kimlik, tarixni eslatmaydigan. Yoshlarning orzu armonlarini tushunmaydi. Nima orzu armoni? Buning dard alamlarini his qilmaydigan, ehtiyojlarini bir anqirmaydigan, ulgu sifatlik, namuna sifatlik bunda o'limam nayt as. Yani ulgu bo'la oladigan. Yoshlar yo'l ko'rsatishda o'tirib qo'yib aralashib. Bizning madaniyatimiz ma'vo, tariximiz ma'vo, kimligimiz ma'vo deb buni eslatadigan orzu armon nima bu yoshlarning? Nimaga havas qiladi? To'g'ri havas qaysi, xatosi qaysi? Buning bilan moslashib, to'g'rini ko'rsatib o'tadigan bu o'limalarni oz. Faqat masjid kirgancha tabliq qilsa qo'ydi. Ammo yoshlarni masjid tab qilinmaydi. Demak, bu yerda bir ojizlik bor. Ularning tilida so'zlamagandikin, hozirgi yoshlarning. Yoshlar bas o'rinda tapish lozim. Childigan holatga kelish lozim. Demak, bizning qishimiz kelsa, bizning u yerga kirmasang bo'ldi, olsang bo'ldi, xato yo'l mansang bo'ldi deydigan bir da'vatchi to'g'ri yo'l yoki gap to'g'ri gap qilsa bo'lsa, ming turlik ozg'in yo'l yoshlarni boshqa tarafga xato yo'l tortib o'tmoqda. Buni yo'qish lozim. 22 sabab yani bu o'lamaga munosabatli islomning maqsadlari dunyo qarashini tushunmaydigan.
Haramning doirasini kengaytirib o'tadigan, yuqoriga chiqib qoldi. Halal mubah doirasini taraytib o'tadigan, yoshlarni qochirib qo'yadigan bir qism vaizlar. Bularni yoshlarning dindan so'yib ketishining sabablarimiz. Din qarasa, yili uni qilsang bo'lmaydi. Ma'ni qilsang tushmaydi. Garchi Qur'on sunnat aniq bir dalil bo'lmagan bo'lsa-mu, yoki o'zidan xato tushanchisini, u dinning nomi bilan so'zlab, keskin dalil bo'lmagan masalada yoshlarni qochirdigan. Demek medeniyet tasavvur to'g'an bo'lgan, dunyo qarash to'g'an bo'lgan, davlat tasavvur to'g'an bo'lgan bir qism ahli ilmlar, yoki bir qism da'vatchilar bu yoshlarniki dinni so'yib ketishniki, yoki dini xo'sh yo'q bo'lib qolishdan yoki ba'zi olimlarning tifozi bo'yicha din yomon ko'p qilishdanki sabablardan birisi. Mesela 3-4 yil ilgari, hozir misol qilmayman, 5 yil ilgari bir qismninki da'vatlari diniy deb atagan, islom nomida qilgan da'vatlar qilib, islom vakillik qilib, hech yer vakillik qilmaydi. Hem de korkunç, kan deb tasvirlaydigan İslam. G'arbga o'xshash yashashni tashabbus qilgan. U xil tashviqotchilar mavjudmi? Mavjud. Yoshlarning bir qismini chiqib qolib, "Menga sen bilan qiyg'ich as o'zimdan ishini qalay" deydi. Sababchi. Sababchi. Bu o'sha turlik sabab bu yoshlarningki dindan so'yib ketishdan, yiroqlab ketishdanki tashqi sabablar esa. Ota-ona munosabatlik, maktabga, o'lamaga, ziyaratiga, ya'ni muhitga munosabatga. Ko'p rahmat, Alloh razı olsun. Yani nayt tafsili odatda hech tushundilar buni tafsili. Ikkilamda vaqtimizni tugab qoldi hozir. Yana bu ijtimoiy sabablar bilan siyosiy sabablar bu masalani mencha kilar kisan qoldirsak yaxshilik turadi. Az qoldi, to'xtataylik. Qisqalar. İzalaş gelmek istiyorum. Mayda bo'lsa, ish bo'lsa. İctimai sebepler bilan siyosiy sebeplerni. İctimai sebepten 5 turli sebepni alaylik vaqtimdan so'zlan. Birisi yomon do'st. Balalarning dinni so'yib ketishi, islom yaratish sababdan birinchisi yomon do'st. Bu atamni qattiq diqqat qilish lozim. Balasi kim bilan do'st bo'ldi, kim bilan aralashdi, nega bordi, ismini, telefon nomerini, ahvoli, ota-onasi ahvolini obdan berish lozim. Jannatga boshlaydigandan keyin eng sabab, muhim sababchisi bu. Yakın dost, do'zaxga boshlaydigan, zalolatga boshlaydigan do'st. Bu hadisda bu to'g'riliq nurg'unlagan. Xo'sh. Ko'rsatmalar va oyat karimlarmi bu intaymi. Yomon do'st, ijtimoiy jihatdan dinasi. Ikkinchisi bir qism maktablarniki muhiti. Bir qism yurtlarning, shaharlarniki muhiti bu yoshlarning dindan so'yib ketishdan sababsiz. Maktab qarasak, o'g'il qizlar aralashib bo'lgan, axloqqa uyg'un bo'lmagan ahvollar, ko'rinishlar, gap so'zlar, diniy tarbiya to'van bo'lgan. Bu ko'pincha nima bo'lsa, aralash maktablarda yoki aqida, axloq tarbiyasi bo'lmagan maktablar yuz bir ko'pinchisi. Xo'sh. Unda bo'lganki, bolalar tadrijiy, "Jon, shunday o'xshaydi, bugungi zamon burunga o'xshamdi" deb ketaverdi. Endi ba'zi shaharlarga qarasang, biz İstanbul yashayapmiz, hozir Yevropadan ba'zi jiq farq etmaydigan bo'lib ketib qoldi. Yevropadagi ahvolni aytsa, u ayrim bir dunyomi. İctimai muhitni balalarniki dindan yiroqlashib ketishdinki, so'yib ketishdinki eng muhim sabablardan biri. Maktab va ijtimoiy muhit. Bu ikkinchi, uchinchisi, ya'ni 25 sabab tashviqot vositalari qarasak, bugungi kunlikda har turli tashviqot vositalari qarasak, islomning obrazini xunuklaştirgan hujum intayin ko'p, fikriy jihat, ideyaviy jihat hujum intayin ko'p. Masalan, yuqorqi misol qarasak, islom aqlli ish yo'q, ilm ma'rifatli ish yo'q, musulmonlarning ojizligi, keyinda qolib qolishining sababi, xo'rliqda qolib qolishining, mustamlikada qolib qolishining sababi mush islom dini. Uyg'ur tillik bir qism chara savat, qarqo'saq go'lning jiqlarimi mush tashviqotni damdodisi deydi. Xo'sh. Hattoki bir qism tashviqot vositalari yoshlarni ozdiruvchi har turli ozg'un aqllarni to'xtamay paydo qilib turdi. Masalan, bir qism bugun bizning qarasavasli misolga aytishni yo'q. Yevropadagi yoshlarimiz chiqib cho'g'ilib yurgan. Endi Turkiya boshqa qarasak deizm deydi, yanimishim deydi, ashunga o'xshash to'xtamay islomni yiroqlashtirish uchun mo'liqo'lashgandek aqm paydo qildigan, aqm yaratadigan bu xil illat ba'mutsi bor. Bu eng yomoni, eng xatarligimiz ijtimoiy tashviqot uchunligi islom qilayotgan tuhmatlar, shubhilar, fitna fasodlar va ozg'un aqmlarningki ta'siri. Xo'sh. 26-si tarixil tashviqot vositalari ozg'uvchi va buzg'uchi omillarning ko'pligi. Masalan, YouTube misoldan ko'pincha yoshlar ko'rgan. Instagram deydi, TikTok deydi. Yoki shuning o'xshash binasini deydi. Ko'pincha qarasa, to'g'ri narsimi bor, xato narsimi. Ammo yoshlarning ko'pinchisi vaksin urilmasa, balam, ma halal, ma haram, ma to'g'ri, ma bu
günah bo'ladi deydigan manda dastlab bir vaksit urilib davomli ko'zlab telefonga tushgan programmalarni ko'rgan nisbat tekshirib surishtirib turmasa bolalar gunohni askariy tadrijiy demak gunoh qancha olib ketsa insonda e'tiqod ro'yi shuncha suslab ketadi axloq shu buziladi demak namoz qo'shiq yoqmaydigan qur'on qo'shiq yoqmaydigan halol harom kar yo'q gap qolsa bu gunoh ma'siyatni ko'payadi u bolalarning nima gunoh ma'siyat bor ko'paysa sariq ichamdi yoki nimasi ko'paysa mushu ijtimoiy uchur vositalarniki zahri kuch qoldi 26 sabab ijtimoiy sababda bu tashviqot munosabat har xil hozir debdi buni 27 sabab bolalarning ko'pincha vaqtini telefon bilan o'ynash telefon o'ynab o'tkazish tor dunyosida o'tkazish hatto ba'zi diqqat qilmagan vaqtida ba'zi harom ko'rinishlar yerim yalang'och ko'rinishlar erlarning ayollarning olib qolsa bu ko'zik chalqib qolmaydi deganmaydi bugun kunlar obdan diqqat qilmagan chog'da obdan uni oldini olib vaksina solmagan bumi bolalarning dinni so'yib ketishiga din yiroqlashishiga sabab bo'lgan ijtimoiy omil hisoblanadi siyosiy omillarni bir 2 minut tutib buningda shu 6 var ekan darrov o'qib tugutaylik mayli chunki yana bir qatim to'xtalmaymiz yoshlarning dindan yiroqlash siyosiy omillarning birinchisi islom ellarida hokimiyat beshikka chiqib olgan sekularizm aqimlariningki islomni ijtimoiy siyosiy hayotdan cheklaganligi chatqa qoqqanligi ya'ni ijtimoiy hayotda siyosiy hayot islomning tadbiqi to'sal o'latamiz islom dunyosiga sekularizm hokimiyat hammasi shu usulni qo'llanyapti bularning arab dunyosida 29-si musulmonlarning ilm-fan sanoati keyinga qolib qolganligi hokimiyatlarning bu ilm-fan sanoatga ko'ngil bo'lmaganligi bu yoshlarning din so'yib sabab agar bu din haq bo'lgan bo'lsa nima uchun boshqalarga o'xshash musulmonlar sanoatda oldida emas nima uchun ilm-fanda oldida emas nima uchun bu davlatlar buning kuchimaydi bu musulmon ellar turug'liq musulmon davlatlar turug'liq deydigan bu savol albatta keladi demak ilm-fan sanoat texnikadagi musulmonlarning oqid qilib qilishimi bu yoshlarning din so'yib sabab agar din haq bo'lgan bo'lsa nima uchun bular boshqalarniki keynida qoladi deydi 30 sabab siyosiy sabablar bu zamonda islomning prinsiplari qimmat qarashlari vakillik qilgan bir davlatniki bo'lmaganligi o'rnak xarakterlik bo'lsa agar bu din haq bo'lgan bo'lsa to'g'ri bo'lgan bo'lsa undan bo'lgan bo'lsa qani kim mushuni qilib baxti qiladi deb bugun kashdi ama afsuski bu bir asr mobayn islom dunyosini hammasi mustamlik kuch qilganligi siyosiy hokimiyatlarning ko'pinchasiniki g'arbning yoki sharqning yoki mustamlikchining qo'li bilan kontrol qilayotganligini yoshlar bilmaganlik uchun kim bor deb buni misol oldi biz keyin ayrim tafsil to'xtalaylik 31-si islom ellarining mustabidlikning siyosiy mustabidlikning avjalishi inson huquqini dafsanda qilishi siyosiy erkinlikninki cheklanib chiqishi bu yoshlarning dinni so'yib ketishini sabab hem ya insan hukuku yok, siyasi erkinlik yok, mustabit. Bu İslam degan müşda olamdı, din müşda olamdı. Mustabitlerninki cinayetini İslam'a atıp koyuş. 32-si siyasi mustabitlik sebebinden İslam hareketlerininki hareket dövellep gitti. Çeklemici qoğalı için, tosalıcı qoğalıqın İslam hareketlerine pasif halet düşüp kaldı. İslam daveti köplügen ellerde çeklen güç kaldı. Ama köplügen yaşlar bu hakikatini bilmeydi. Ve İslam devleti, İslam bizimizdeydi. Emniyet karşısında İslam hareketiga, oturhalı İslam hareketleri gibi, İslam davetleri gibi çeklim koyalı, tosalı koyalı. Doğuğandı ki bu İslam davet tosalı oğaya tabi aleti yaşlarını mişkıldan başkası ağaya kirip geldi. Bugün buna emniz şahit. 33-si yaşlarının vatan millet meselesi bugünkü bir kısım yaşlar. İslam dünyası ümmüsüzmüş. Bu İslam dünyasıdan bizge payda kelmekti. Bu Arap dünyasıdan, İslam dünyasıdan bizge bir yardım kelmekti. Bizge payda kılıvatkanı bizdenki gibimizde kılıvatkanı garip de. Şunun qaragancha bu dinmi tayinliqkan deydigan bu xil tushunchaga sabab bo'lamiz sabab bu. Eng oxirgisi 34-si g'arb dunyosida yashaydigan islomiy tushunchasi tuvan bo'lgan bir qism yoki ko'p qism Uyg'urlar. Qani ko'p sondagi Uyg'urlar. Bular nima deb qaraysa, dindorlikdan uzoq turishni g'arbninki qo'llashini qo'l keltirishning va Xitoyning ochchig'ini keltirib qo'ymasligininki muhim chorasi deb qaraydi. Bu tashviqotlik kan. G'arb dunyosida yashaydigan bir qism insonlar Uyg'urlarni chet el saqlab qolish uchun dindan uzoq turish lozim. Qanday bu tashviqot? Ovozliq, videolik va boshqa shakllarda. Xitoy nima uchun millat mushakka keldi? Din sabab. Unda o'g'ancha dinni yiroq turib bu millatni qutqizib qoldi. Yana bir qismlar borki, biz g'arb dunyosiga yaqin tursak, ularning fikrini qabul qilsak, madani qabul qilsak, ideyasini qabul qilsak, bo'z ashniki din bilan yazsak, enin kendimizga yordam qildi deydigan, bu xil tush ko'rdigan insonlarni xali bormiz, xali bor.
Bu hammasi yuqorqi alt turliklari bu siyasi. Bu şu 34 turlik sebepler menimki bayqishimda bu yoshlarning dinini so'yib ketishdinki, yiroqlab ketishdinki asosli omillar hisoblanadi. Xo'sh, ko'p rahmat. Alloh razı olsun. Rahmat. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shuni qilib bugungi sonimizni mishada oxirlashtiraylik. Haqiqatan, ya'ni nurg'un masalalarimiz har tarafdan mana shuna tükülüp turibdi. Vaziyetimiz, majburiyatimiz intayin ig'ir. Har birimizning shunga ko'ra izlanishimiz, harakat qilishimiz kerak albatta. Alloh hammamizni saqlab qolsin bu buhronliq har xil ozg'un yo'llardan deb tilaydi. Allah ömür verse aldığımızdaki sandı başka bir temada görüşürüz. Aman bağışlar. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu.